Bugun farzandlarimdan biri "Dada, ko'zingizni yuming" deb qoldi. "Xo'p" dedim. Ko'zimni yumdim. "Endi eng chiroyli kunlarni eslang" dedi. Shu paytda ko'zim oldiga bilasizmi nima keldi? Bir paytlar aka-ukalarim bilan, jigarlarim bilan birlaganda ovqat yegan kunlarimizni, bir ko'rpa ostida uxlagan tunlarimizni, dasturxon atrofida kulishib, bitta nonni bo'lishib yegan kunlarimizni, yoz paytida bitta ariqda cho'milgan kunlarimizni esladim. O'sha paytda yosh edik, sodda edik, beg'ubor edik. Yillar o'tdi. Bugun ulg'aydik, aqlli bo'ldik. Endi esa o'zimizni alohida laganlarimiz, alohida ko'rpalarimiz, alohida muammolarimiz, tashvishlarimiz va alohida manzillarimiz bor. Eshik taqillatib, "Uyda kattalar bormi?" desa, o'zimiz chiqadigan bo'lib qoldik, do'stim. از برگ گل کاغذ سازم نامه شیرین میپردازم مینویسم از عشقم رازم ای نوگل